Assalomu alaykum azizlar. Efirda siz nima deysiz ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Bugungi jamiyatimiz uchun muhim yo'nalishlarda, dolzarb mavzularda fikrlashda, mulohaza yuritishda davom etamiz. Bugungi muhokama uchun belgilangan mavzuyimiz elektromobillar bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni elektromobillar infratuzilmasi rivojlanishi va xavfsizlik texnik qoidalari haqida suhbatlashamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3 yilda O'zbekistonda elektromobillar sotuvi 10 barobar ko'paygan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmati ma'lumotiga ko'ra, 2023-yilda import qilingan avtomobillarning 35% ni elektromobillar va gibridlar tashkil qilgan. 2024-yil mart holatiga ko'ra, mamlakatimizda jami 60 ming elektromobil ro'yxatga olingan. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi bergan ma'lumotlarga ko'ra, elektromobillar bozorining jadal rivojlanishi kuzatilmoqda. Yangi va foydalanilgan yengil elektromobillar segmenti faollik o'sishini ko'rsatmoqda. Yil boshida sotuvlar 5,5 ming dona avtomobilni tashkil etib, 24% o'sdi. Foydalanilgan yengil elektromobillarga kelsak, ularning savdosi yil davomida 3,1 barobar, yangilari esa 1,3 barobar oshdi. Hayotimizga tobora chuqur kirib borayotgan bu turdagi ulovlarni xarid qilishda, boshqarishda, ulardan foydalanishda nimalarga e'tibor berishimiz lozim? O'zbekistonda elektromobillar bozorini rivojlantirish maqsadida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Quvvatlash stansiyalari va ulardagi xizmat sifati talab darajasidami? Studiyamizga taklif etilgan mutaxassislar va mutasaddilar yordamida bugun mana shu savollarga javob izlaymiz. Demak, dastlab O'zbekistonda elektromobillar bozorini rivojlantirish maqsadida qanday ishlar amalga oshirilayotganiga to'xtalamiz. Birinchi bo'lib suhbatimizni Komiljon aka, marhamat. O'zbekistonda elektromobil bozori kundan kunga rivojlanib bormoqda. Bunga asosiy sabablari deb 2019-yili hukumat tomonidan elektromobillarni va yangi energiya manbalari harakatlanuvchi avtomobillarni import qilish maqsadida olib kelinganda to'lanadigan to'lovlarni nolga tenglashtirilganligi va shu jumladan 2022-yil 19-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 443-qarori asosida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan elektromobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish natijasida rasmiy dilerlar ish faoliyatini boshladi va xaridorlarga sifatli hamyonbop avtomobillarni taklif qilishdi. Shu jumladan elektromobillarni bozorni rivojlanishiga zararlash stansiyalarini mavjudligi muhim o'rin egallaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'radigan bo'lsak, 2020-yil respublikada 20 ta zaryadlash stansiyasi mavjud bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib bu ko'rsatkich 1400 tani tashkil qilmoqda. O'z navbatida O'zbekistonda rasmiy ishlab chiqaruvchi borligi, zaryadlash stansiyalarining rivojlanishi va rasmiy dilerlarning mavjudligi odamlarda ishonch va elektromobillarga bo'lgan elektromobillarning xavfsizligiga bo'lgan ishonchi tobora ortib bormoqda. Rahmat. Javob uchun o'zi umuman olganda elektromobillarni xarid qilishda, boshqarishda va undan to'g'ri foydalanishda biz ko'proq nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Marhamat. Assalomu alaykum. Demak, elektromobillarni xarid qilishda asosan eng birinchi ko'riladigan masalalar bu demak rasmiy dilerlardan va xarid qilish kerak. Shu bilan birgalikda elektromobillarda shu rasmiy dilerlardan xarid qilganda tekshirib, malakaviy mutaxassislar tomonidan tekshirilib berilishi kerak va shu bilan birgalikda kerakli boyagi texnik xizmat deymiz, har avtomobil elektromobillarga ko'rsatilganda bu texnik reglamentga qat'iy rioya qilgan holatda malakaviy mutaxassislarda, mana shu malakaviy mutaxassislar dilerlarda bularni amalga oshirish lozim deb bilamiz. Ana o'sha xarid jarayonida nosoz bo'lgan elektromobillar ham uchrab turadimi? Va nimasida aynan kamchilik bo'lishi mumkin? Agar bu rasmiy dilerlardan olinadigan bo'lsa, har bitta avtomobil maxsus boyagi go'standart tarafdan maxsus laboratoriyalarda tekshiriladi. Bu elektromagnit to'lqinlarga qarshi qolaversa boyagi o'zidan taraladimi yo'qmi,
qolaversa uni o'sha nosozlik simlarda qanaqadir bir 5-6 ta turdagi asosiy testlardan o'tkaziladi va har bitta egasiga topshirishdan tormoz tizimi tekshiriladi, uni tezligi, tezlanishi hammasi tekshiriladi va albatta undan tashqari shu elektromobillarni zaryadlashda ham to'g'ri qurilmalardan sertifikatlangan va to'g'ri ularda o'rnatilgan qurilmalardan ham foydalanib vaqtida texnik reglamentdan o'tib turish. Juda ham yaxshi. Mana siz hozir xarid qilish jarayonini tushuntirib berdingiz. Ana endi esa uni boshqarish tizimida qanday qoidalar bor? Biz nimalarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Javohir aka, marhamat. Boshqarishda qanday qoidalar mavjud? Assalomu alaykum. Endi ekspluatatsiya, bu boshqarish deganda bu ekspluatatsiyani tushunamiz. Ekspluatatsiya jarayonida ekspertimiz aytganlaridek, avvalambor endi siz avtomobilni rasmiy dilerdan xarid qilgan bo'lgan bo'lsangiz, unda texnik ko'riklardan o'z vaqtida o'tib turish shart. Chunki endi elektromobil bilamiz, oddiy ichki yonuv dvigateli avtomobilga qaraganda ozgina texnik tarafdan nima deydi? Boshqacharoq farqi bor. Shuning uchun texnik ko'rikdan o'z vaqtida o'tib turish kerak. Rasmiy dilerda deb aytib turganimiz sababi, rasmiy dilerlarda malakaga ega, o'z sohasini yaxshi biladigan mutaxassislar bo'ladi. Mana misol ko'ramiz endi ommaviy axborot vositalarida har xil elektromobillar yong'inlari kelib chiqqan, boshqa ularda bizni fikrimiz bo'yicha malakaga ega bo'lmagan ustalarga ko'rsatishadi va oqibatida ba'zi shunaqa holatlar ham bo'ldi. Bilmasdan batareyani misol uchun yechishadi, keyin qaytadan joyiga qo'ygandan keyin yong'in kelib chiqqan holatlar bo'ldi. Shunaqa holatlarga uchramaslik uchun ekspluatatsiya davomida o'z vaqtida ko'rsatib turish kerak. Javohir aka, mana siz hozir aytib o'tyapsiz, 3 yilda mashinani texnik ko'rikdan o'tkazish kerak deb. Bu 3 yil vaqt oralig'ida mashinani bosib o'tgan kilometri inobatga olinadimi? Deylik, kimdir 3 yilda 1000 kilometr yurishi mumkin, kimdir 3 yilda 150 kilometr masofani bosib qo'yishi mumkin. Marhamat. Agar ruxsat bersangiz, tepada to'g'ri ta'kidlandi va bir nechta o'sha qismlarga kirsak, o'zi elektromobilda har bitta ishlab chiqaruvchi tarafdan tasnif qilingan o'sha tasnifiga ko'ra tavsiya qilingan reglamenti mavjud. Aytaylik, probeg yoki masofaga nisbatan. Aytaylik, aksariyat elektromobillarda birinchi o'rinda uning o'sha moy almashtirishi oddiy avtomobilga qarab, ularda ham reduktorda moy bo'ladi. Keyingida o'ylaymiz, unga faqat elektr tok qo'yamiz, yuramiz. Yo'q, u yerda ham barcha elektron diagnostika deymiz, boyagi elektron bloklarni biz kompyuter diagnostika yordamida har bittasini verifikatsiya, kalibrovka, diagnostikadan o'tkazishimiz shart. Bu ham birinchi dastlabkisi, agar 10,000 yoki yarim yilda amalga oshiriladi. Qaysi biri birinchi kelsa deydi. Undan keyingisi uje agar bu gibrid bo'ladigan bo'lsa, gibridlarda birinchi moy almashtirilishi 3,5 yoki 6,5. Bu 6 oy. Bu agar ichki yonuv dvigatelga ega bo'lgan gibrid bo'ladigan bo'lsa masofasiga qarab turib. Undan keyingisi uje 20,000, 25,000 har xil gibrid yoki elektromobil o'xshab va shunga qarab turib. Endi ularni agar biz elektr batareyalarga keladigan bo'lsak, elektr batareyalar ham bizda sikl bo'yicha o'lchanishi mumkin yoki masofa bo'yicha, demak yil bo'yicha. Bu yerda taxminan 8 yildan 10 yilgacha elektr batareyalarga garantiya beriladi. U ham bo'lsa 0 ga tushib ketmaydi. Bu 20-25% degradatsiyaga beriladi, to'g'ri. Yoki sikl bo'yicha o'lchaydigan bo'lsak, 2-2,5 ming sikl. Sikl deganda bu to'liq bir zaryadga va to'liq bir razryadga. Bu degani misol 0 dan 60 gacha ko'tardik, keyin yana zaryadga qildik emas. 0 dan misol 10% dan 100% gacha va 100% dan 0 gacha bitta tushish, bu bitta sikl deyiladi. Rahmat. Yuqorida ta'kidlanganidek, bugun mamlakatimizda elektromobillar bozorini rivojlantirish maqsadida ularning ekspluatatsiyasi uchun zarur sharoitlar ham yaratilmoqda. E'tiborlisi, bugungi kunda bu yo'nalish tadbirkorlik uchun yangi tarmoqlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi
Prezidentining 2022-yil 19-dekabrdagi elektromobillardan foydalanish infratuzilmasini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq respublikada elektromobillarni quvvatlantirish stansiyalari sonini kamida 2500 taga yetkazish vazifasi belgilab berilgan. Shuningdek, 2024-yil noyabrida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining respublikada 2024-2025 yillarda elektromobillardan foydalanish infratuzilmasini kengaytirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarida 2033 ta xalqaro va davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'llariga tutash hududlarda joylashgan elektr uzatish tarmoqlari, transformator punktlari va podstansiyalari yaqinida 50 ta, ko'ngilochar va dam olish maskanlarida 589 ta, avtomobil turar joylarida 250 ta, umumiy ovqatlanish korxonalarida 125 ta, savdo va biznes markazlarida 25 ta, mehmonxonalarda 2532 ta. Shuningdek, ko'p kvartirali uy-joylar avtoturargohlarida 15729 ta, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida 215 ta, elektromobillarni quvvatlantirish stansiyalarini o'rnatish ko'rsatkichlari tasdiqlangan. Mana shu davlat rejasidagi ishlarning amalga oshishi bugun qay darajada? Elektromobillar ishlab chiqarishi, mahalliy ishlab chiqarish bilan birgalikda ko'paygan sari bizda elektromobillarga quvvatlash stansiyalari infratuzilmasini ham rivojlantirish juda katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda shu mahalliy ishlab chiqarish ko'payishiga qarab, Toshkent shaharida aksariyat nimada yetarli, lekin viloyatlarda bugungi kunda o'sha elektromobillarda soni ortib borganligi uchun sal yetmagan holatlar kuzatilishi mumkin va bu holatda bizning o'sha tadbirkorlarga ham bir qator tepada aytilib o'tilganday imtiyozlar yaratilgan va shuni rivojlantirish olib ustida ko'plab ishlar olib borilmoqda. O'zi umuman quvvatlash stansiyalaridan foydalanish tartibi qanday? Agar ruxsat bersangiz, bu ham savolga javob beradigan bo'lsak, quvvatlash stansiyalarini o'rnatilishda o'zining texnik talablari bor. Elektromobilni o'ziga har xil yong'in holatlarini olib kelmasligi uchun shu texnik tarafdan to'g'ri amalga oshirilgan bo'lishi kerak. Unga texnik jihatdan shu sim kesimlari, undan tashqari shu avtomatlar to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi kerak. O'z uyida o'rnatishni xohlovchilar qay tartibda ishni boshlashlari kerak? Iste'molchi o'zi zaryadlash uyiga qo'yayotgan taqdirda 3 kilovatdan 7 kilovatgacha 3, 5, 7 kilovat oladi elektromobillari. O'shansini bilgan holda murojaat topshiradi, undan yagona darchadan murojaat qoldiradi. Bu 20 kilovatgacha barcha rayonlar ko'rib chiqadi, bu tumanlarimiz ko'rib chiqadi va ularga ijobiy texnik shart taqdim etiladi ulanish borasida, tizimga ulanish borasida. Hop, bu qanday amalga oshiriladi? Transformator punktlarimiz mavjud. Toshkent shahar bo'ylab barcha nuqtalarda transformator punktlarimiz mavjud. Xohlagan nuqtasidan ulanishga haqli, imkoniyati bor albatta. Ancha sodda ishlab chiqilgan va bu borada yuridik tashkilotlar 20 kilovatdan yuqori bo'lgan tashkilotlar ham misol uchun elektromobil zaryadlash, tezkor zaryadlash anaqalari bor, punktlari bor. Ularga 20 kilovatdan yuqoriga bo'ladigan bo'lsa, unda shaharga, Toshkent shahar elektr tarmoqlariga kelib tushadi murojaatlari. O'rganib chiqiladi, 3 ish kuni mobaynida javob beriladi ularga. Rahmat aytamiz fikrlar uchun. Qaynoq kunda muzdek kerak. Ko'ra. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex.Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochen promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Faol hayot tarzi juda ko'p kuni kuchli va go'zal his qilishim uchun menga kalsimin yordam beradi. Kalsimin bu tarkibida 5 ta mineral bor yagona kalsiy preparati. Minerallar kuchli suyaklar va nafis tirnoqlar uchun kollagen hosil qiladi. Men kuchliman va jozibadorman. Kalsimin. Bayer. Islomxon? Islomjonmi? Meni bolam urush bilan bandda. Pulga xabarlar berdi. Singlisiga telefon olib berdi. Kelinimdan ham bugunning o'zida necha marotaba xabar olib ketdi. Ana u keldi. Katta odam.
Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yo'tmalarni qidirish ilovasi. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa xondroprotektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Xotinimdan iltimos qildim. Sizga ham tayyorladi. Sen ham buni xohlashingni bilgandim. Tim hammaga yetadi. Adasi, eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga promokod berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Olib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari, marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex.Go. Yandex.Go'ni oching, marketga bosing va birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochen promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Bozordan hammasini oldingizmi? Humans. Kreditchi. Kreditni to'ladingizmi? Humans. Yordam ber. Humans. O'zingizga mahsulot sotib oldingiz. Muhtojlarga yordam bering. Humans. Aqllilar uchun har kuniga. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bugungi kunda dunyoning turli nuqtalaridan elektromobillar yonish holatlari haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu esa aholi o'rtasida ushbu turdagi transport vositalari yuqori yong'in xavfiga ega degan fikr shakllanib qolishiga ayrim o'rinlarda sabab bo'layapti. Elektromobillar qurilishi jihatdan boshqa turdagi transport vositalariga nisbatan yonuvchanligi yuqorimi? Shuningdek, yana bir savol. Elektromobillarning yonishini qanday oldini olish mumkin va shu holat sodir bo'lganda samarali o'chirish chorasi haqida ham tushuncha bersangiz, Zuhriddin aka, marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor, elektromobillar ichki yong'in dvigateliga ega bo'lgan avtomobillar bilan juda farq qiladi. Bu aynan yong'in sodir bo'lishidan ham farq qiladi va tuzilishidan ham farq qiladi. Barchaga ma'lum. Va ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi vaqtda fuqarolarimiz ko'rgan bo'lish kerak. Ayrim poytaxtimizda misol tariqasida poytaxtimizdagi elektromobillarda sodir bo'lgan yong'inlar bo'yicha. Bunda avvalambor elektromobillardagi yong'in sodir bo'lishi agar eng xavfli jihati bu uning batareyalarida bo'ladi. Bu nimaga batareyalarda? Chunki juda yuqori kuchlanishni o'zida saqlaydi batareyalar va hozirda mutaxassis aytgandek, agarda o'z vaqtida texnik ko'rikka o'tkazib turilmasa, aynan yo'riqnomasi bo'yicha, chunki har bitta avtomobilni o'zining yo'riqnomasiga ega bo'ladi va qancha vaqtda qancha ko'rikni o'tkazish kerak va batareyasi qancha muddatga yetadi. U narsani ko'pgina fuqarolar o'qimaydi, chunki avtomobilni sotib olgandan keyin ular faqat uzoq muddatda o'tib beradi. Savol tug'iladiki, mana hozirda savol berdingiz, qancha muddatga yetadi? Lekin yo'riqnomada shu qancha muddatga yetishi qanday ishlatishga qarab ko'rsatib o'tilgan bo'ladi yo'riqnomada. Har bitta ishlab chiqaruvchi korxona. Unda texnik ko'rikdan muntazam o'tkazib turilsa, ya'ni zaryadlash moslamasiga to'g'ri o'rnatilsa, aynan xonadonga ham fuqarolar zaryadlash uskunasini o'rnatayotganda maxsus mutaxassisni chaqirib o'rnatishsa agar xonadonlarda ham yong'in kelib chiqishini oldini oladi. Chunki agarda avtomobil xonadonda zaryad qilish moslamasida turganda, agarda ular tuman elektr tarmoqlari bo'limini chaqirmagan holatda o'rnatilsa, yong'in kelib chiqsa, bu nafaqat avtomobilga, xonadonga ham zarar yetishi mumkin. Chunki bu amaliyotda bo'lgan elektromobilda shu noto'g'ri o'rnatilgan vaziyatda yong'in kelib chiqqan, u yerda xonadonga zarar yetgan va yong'in juda katta maydonlarga tarqalib ketgan. Shuning uchun fuqarolarga elektromobillarni avvalambor o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazib turilishi kerak. Agarda yong'in sodir bo'lsa, ichki yong'in dvigateliga farqli o'laroq ularda bizlar fuqarolarga aytamiz, birlamchi o't o'chirish vositasi bilan ichki yong'in dvigatelini har qanday dvigatelni o'chirsa bo'ladi. Aynan kapot qismida yong'in sodir bo'lsa, fuqarolarga aytamizki, hech qanday portlash xavfi bo'lmaydi kapot qismida, har qanday avtomobilda, chunki u yerda yoqilg'i kam miqdorda bo'ladi, portlash bo'lmaydi. Agarda fuqarolar o'zlari qo'rqmasa, kapotni ochib, birlamchi o't o'chirish vositasini bu amaliyotda bo'ldi, ijtimoiy tarmoqda ko'rdi, ayrim hozirda fuqarolar hattoki o'zi o'chirmoqda, bilgan holda shu narsani. Lekin elektromobillarda agar batareyalarda yong'in sodir bo'lsa, fuqarolar har qanday o'zboshimchalik bilan harakatlarni qilishmasin. O'zlarini xavfsiz masofaga olishsin.
112 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, favqulodda vaziyatlar xizmatiga aynan bizga qo'ng'iroq qilib chaqirsa, bizning qutqaruvchilarimiz kelib, batareyalarni sovutgan holatda uni yong'in o'chirish juda farq qiladi, vaqti uzoqroq bo'lishi mumkin, chunki hozir aytib o'tganimdek, ichida juda katta elektr manbai bo'ladi, quvvati bo'ladi. U elektr quvvati tugaguncha u batareyani mutaxassislar bizga tushuntirishgan. Mana BYD kompaniyasidan kelib bizlarga o'zlari maxsus seminar o'tkazib ketishgan, bizning favqulodda vaziyatlar vazirligiga. Ular shunday tushuncha berishganki, barcha elektromobillarda litiy-ion batareyalar to quvvati tugamaguncha yong'in kelib chiqsa, undagi yong'inni tarqalib ketmasligini oldini olish bilan fuqarolarni xavfsiz masofaga olib, u vaqt kutiladiki, qachonki ichidagi elektr quvvat tugashini kutiladi. Unda birdaniga o'chirib bo'lmaydi. Har qanday ichki yong'in dvigatelini birdaniga o'chirib bo'ladi. Biz bilamiz, qutqaruvchilar biladi. Ichki yong'in dvigateli yonsa, avtomobil yonsa, qancha vaqtda o'chira olishini va qancha kuch vosita ishlatilishini. Lekin elektromobillarda farq bo'ladiki, agarda quvvatlar agarda uni batareyalari yonganda, u batareyada qancha quvvat bor? 100% quvvatmi yoki 50% quvvatmi? O'shanga qarab yong'in davomiy bo'lishi mumkin vaqtga qarab. Tushunarli Zuhriddin aka, aynan mana shu yoz faslida, demak, elektromobil haydovchilari biroz ehtiyotkor bo'lishlari kerak. Aynan nimalarda ular ehtiyotlarini qilishlari kerak? Chunki mana shu issiq jazirama kunda ham quvvatlash jarayoni qanchalik xavfli yoki xavfsiz? Marhamat. Agar ruxsat bersangiz, shu savolga javob bersam, bu yerda nafaqat yozda, balki boshqa haqiqatda ham qish davomida ekspluatatsiya jarayonidami. Birinchi o'rinda mana tepada aytib ketgandek, o'zi elektromobillarda 5 pog'onali ehtiyotlash tizimi mavjud. Elektromobil aslida olganda oddiy avtomobilga qaraganda 10 baravar xavfsiz deb hisoblayman. Mutaxassis sifatida nimaga? Bu umumiy statistika. Yangi narsa kelsa, odamzod doim voy bu nima bo'lar ekan, qanaqadir bir kichkina statistikaga nisbatan qaraladi-da. Dunyo statistikasini olib qarasa, agar 10 mingta oddiy ichki yong'in dvigateldan bitta misol yonsa, 100 mingtadan elektromobilda bitta donasigina yonadi. Bu yerda yong'in kelib chiqish nimasi ham rol o'ynaydi. Demak, u tarpetka qismidan, oddiy nimadan, u yerda har bitta avtomobilga o'xshab koja qismlari, plastmas qismlari, plastik qismlari mavjud, shu yonishi mumkin. Zamonaviy elektromobillarda Blade White batareyalari oxirgi 3-4 yil ichida chiqarilayotgan yong'inga mutlaqo xavfsiz hisoblanadi. Endi yozda esa, issiqda aytgan bu fikrda to'ldiradigan bo'lsak, elektromobilda boyiga zaryad olyapti, deylik, gradus oshib ketyapti, yo harakat davomida 50 gradus bo'lyaptimi, bu 40 gradus bo'lyaptimi, bu yerda sovutish tizimi avtomatik ravishda ishga tushadi. Ko'p iste'molchilar ko'rishi mumkin, zaryad joylanadi yoki turgan holatida ham ishga tushib ketishi mumkin, ventilyator yoki elektromobil o'zini o'zi termodatchiklar bo'ladi batareyalarda ustida. BMS kontroller bo'ladi, battery management system deymiz. Bu batareyani o'sha qancha elektr tok olyapti yoki qancha temperaturasi, harorati qancha, shuni belgilab berib turadi va sovutish sistemasini ishga tushiradi. Va qishda ham xuddi shunaqangi isitish tizimini ishga tushiradi. Bu elektr batareyani o'zi bizda oddiy avtomobilda bitta antifriz, bitta tizim bo'lsa, unda 3 ta tizim bo'ladi. Antifriz 2 ta turda bo'ladi va xuddi freon bilan batareyani yana qo'shimcha sovutib beradi. Shuning uchun probegga nisbatan ta'sir qilishi mumkin. Energiya shuni sovutib berish, tizimini ishga tushirish, isitib berish tizimini ishga tushirish uchun sarflanadi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda zamonaviy bir elektromobil quvvatlash jarayonida 100% quvvatlanib bo'lgandan so'ng qanchadir soat qolib ketganligi natijasida yonganligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda deyarli barchaning nigohi tushdi aynan ushbu videoga. Bunga fikrlarni ham aytib o'tsangiz, quvvatlashda soatdan ko'proq o'tib ketish jarayonida xavfli holatlarga olib keladimi? Aytaylik, bu yerda endi shaxsiy fikrimni to'ldirib ketadigan bo'lsam, avvalambor yana texnik xizmat ko'rsatishga qaytishimiz kerak. Bu yerda elektromobil undan oldin malakaviy texnik xizmat ko'rsatish ofitsial dilerlarda amalga oshirilganmi, yo'qmi? Demak, elektromobilda undan oldin ta'mirlangan bo'lsa, har turdagi misol keltiradigan bo'lsak, biz misol qanchadir ovqat yeydigan bo'lsak, biz o'zimizni chegaralaymiz. Bir kosa ovqatdan agar hammasini yeya olmasak, bo'ldi, meni yemaymiz deymiz.
quvvatlash zaryadka stansiyalarida ham, elektromobillarda o'zlarida ham kontrollerlar bo'ladi. O'sha DC, DC konverterlar bo'ladi. Bular nimani amalga oshiradi? Zaryad kelayotganida qizib ketayotgan bo'lsa to'xtatib qo'yadi. Dam oladi elektromobil 5 minut, 10 minut. Agar zaryad me'yordan tashqari ko'payib ketayotgan bo'lsa, sekinlashtiradi zaryadni olish. Chunki 80% dan 100% gacha sekinroq, 0% dan 20% gacha sekin oladi. Mana shu yong'inni oldini olish uchun va umuman chegaralab qo'yishi mumkin. Ikkita pog'ona bu birinchisi zaryad stansiyani o'zi to'xtatib qo'yadi. Ikkinchisi elektromobil tarafdan to'xtatib qo'yadi. Agar bizda elektromobil tarafdan to'xtatib qo'yilmasa, demak undan oldin noto'g'ri texnik xizmat ko'rsatilgan yoki vaqtida texnik xizmat ko'rsatilmagan yoki nosozliklar mavjud bo'lgan bo'lsa, bu holatda datchiklardan kelgan ma'lumotlar glushit qilib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Shu holatda shu noxush vaziyat kelib chiqishi mumkin. Agar vaqtida kompyuter diagnostika qilib to'g'ri malakali mutaxassislarda ko'rsatilsa, bu vaziyatlar. Rahmat ma'lumotlar uchun, foydali ma'lumotlar uchun. Talabalarimiz ham tashrif buyurishgan. Marhamat, savollaringiz bor bo'lsa. O'zbekiston Jurnalistika va kommunikatsiyalar universiteti talabasiman, Bahrombek Yosipov bo'laman. Hozir diqqat bilan tinglab, bitta narsaga e'tibor berdim. Elektromobillar bilan ko'plab yong'inlar sodir bo'ladigan xabarlar ko'p tarqalyapti. O'zim axborot xizmati yo'nalishida o'qiyman. Aynan shunday xabarlar bu savdoga ta'sir o'tkazishi mumkin. Bularga qanday choralar ko'rilyapti? Javoblar, ya'ni unday emas degan kontentlar chiqarilyaptimi? Ayni axborot xizmati tomonidan. Ya'ni ishonchni oshirish, elektromobillar aslida yong'inda xavfsiz ekanligini isbotlash uchun. Javohir, marhamat. Assalomu alaykum. Juda o'rinli savol bo'ldi. Savolingiz uchun rahmat. Ha, albatta bu yo'nalishda ham biz o'z ishimizni olib bormoqdamiz. Ya'ni mana elektromobillarni xavfsizlik tizimi haqida videolar olamiz, ularni ommaga yetkazamiz, rasmiy kanallarimizda tarqatamiz. Xavfsizlik tizimidan tashqari o'zi umuman ekspluatatsiya jarayonida qaysi narsalarga e'tibor berish kerak, ya'ni qanchada texnik ko'rikdan o'tib turish kerak, rasmiy dilerlarimiz haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Shu aytib o'tganimdek, xavfsizlik tizimi haqida albatta undan bunaqa vaziyatlar kelib chiqadimi, yo'qmi, aholini xabardor qilib turamiz muntazam ravishda. Aytildi, rasmiy dilerlardan olish tavsiya etiladi mijozlarga avtomobillarni deb. Birlamchi bozorda rasmiy dilerlardan olishning imkoniyati bor, lekin ikkilamchi bozordachi? Yuqorida ma'lumot aytilyapti, birlamchi bozordan elektromobillarni xarid qilish 1.3 barobarga oshdi. Ikkilamchi bozorda esa sotuv, ya'ni xarid qilinishi ham 3.1 barobar deyilyapti. Ya'ni rasmiy dilerdan olgandan ko'ra olgan odamlar ko'proq sotib yuboryapti elektromobillarni. Qaysidir ma'noda. Bunga nimani sabab qilib ko'rsatish mumkin? Va yuqorida aytildi, elektromobillarni quvvatlash borasida quvvatlash punktlari yetarli emasligi hammamizga yaxshi ayon. Toshkent shahri hududida deylik yetarli bo'lishi mumkin muqobili, lekin hududlarda ozroq. Deylik A kompaniya yoki B kompaniya bor, raqobatchilari bor har bir elektromobil kompaniyasini. O'zlarining avtomobillarini zaryadlash uchun alohida zaryadlash punktlarini qurish to'g'risida hech o'ylab ko'radimi? Marhamat. Ya'ni sotuvni yaxshilash uchun, o'zini kompaniyasini sotuvni yaxshilash uchun masalan mijozlarga qulaylik taklif qiladi. Bizni kompaniyani avtomobilini xarid qilsangiz, bizni avtomobil uchun deylik har bir viloyatda 10 tadan yoki 25 tadan yoki 30 tadan quvvatlash punkti bor. Siz boshqa kompaniyalarga nisbatan bizni kompaniyamizda qulaylikka ko'proq ega bo'lasiz degan ma'noda. Komiljon aka, sizda javob bor? Marhamat. Savolingiz uchun rahmat. Birinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, hozir ma'lumotlarga ko'ra yangi sotilayotgan mashinalarni o'sish jarayoni ikkilamchi sotilayotgan mashinalarga nisbatan pastroq deyildi. Yangi sotilayotgan mashinalarni asosiy savdosi rasmiy dilerlar orqali bo'ladi. Ya'ni rasmiy dilerlarning savdosi 1-2% ga oshdi deb aytib o'tdilar. Ammo ikkilamchi bozorda sotilayotgan mashinalarning avtomobillarni, ya'ni elektromobillarning qatorida bu norasmiy dilerlar tomonidan olib kelingan, xususiy tadbirkorlar orqali kirib kelgan mashinalarning katta qismini tashkil etadi. Ya'ni norasmiy kirib kelgan avtomobil olib kelgan odam, xaridor, iste'molchi rasmiy diler tomonidan mashina xarid qilganda qanaqa ustun tomonlariga erishishini ko'radi va ikkilamchi bozorga olib chiqib sotib, uni o'rniga yangisini olishi
olishi uni ikkilamchi bozorda olgan mashinasini, ikkilamchi bozor mashinasini sotib, ya'ni rasmiy dillardan mashina xarid qilishi ustun ko'radi. Shu boisdan ham ikkilamchi bozorda, ya'ni norasmiy tomondan olib kerilgan mashinalarning savdosi juda ko'p. Buni internet tarmoqlarida, saytlarda ham ko'rish mumkin. Asosan sotilayotgan mashinalar bu norasmiy dilerlar tomonidan olib kelingan, ya'ni Xitoy uchun, Xitoy bozoriga mo'ljallangan mashinalar hisoblanadi. Ikkinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda bir necha dilerlar tomonidan xuddi aytganingizdek ustun tomonlari bor, ya'ni bizdan mashina xarid qilsanglar, sizlarga ma'lum bir zaryadlash stansiyalaridan tekinga ma'lum bir miqdorda, ya'ni 100 kilovat, 200 kilovat, 500 kilovatgacha bir oy miqdorda zaryad qilishinglar mumkin degan servisni, ya'ni xizmatni ko'rsatib kelishmoqda. Va bu narsa bozorda raqobat kuchayib borgan sari bunaqa va bundan tashqari, ya'ni qo'shimcha servis ko'rsatadigan va qo'shimcha bituvchi qismlarni, aksessuarlarni taklif qiladigan dilerlarning soni oshib boradi. Studiyamizga qilgan barcha qadrli mehmonlarimizga aynan bugungi mavzuyimizga doir qiziqarli fikrlar, suhbatlar, ma'lumotlar uchun tashakkurlarimizni izhor etamiz. O'zbekistonda elektromobillar ommalashib borayotgani nafaqat yangi ish o'rinlarini va yangi texnologiyalarni joriy etishga, balki tadbirkorlikni rivojlantirish, ekologiyaga zararini kamaytirish uchun ham yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Yana efir orqali ko'rishguncha salomat bo'ling. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.